Assalomu alaykum, Buildmax kompaniyasining hurmatli obunachilari. Bugun bizning uchun yaxshi kun, chunki bugun salkam 3 ta proyektga qurilish mahsulotlari yetkazib bermoqdamiz. Birinchi o'rinda Rometan tuman Payshanbe qishlog'idagi Murod akamiz xonadonlariga shifr urish ishlarini boshlaganmiz. Hozirlar ko'rsatamiz. Mana hozir strapilar, reka, terak hamda bruslarni yuklayamiz. 320 kvadratlik tunuka shifr mahsulotlarni beramiz. Dastavval o'z noldan mana shu mahsulotlarimizni yuk mashinaga ortib berdik. Akamizning o'zlari musofirdalar. Murod aka, ishonib Buildmax kompaniyasiga bizga murojaat qilganlar uchun alohida rahmat deymiz va ishlarni boshlaymiz. Usta xizmat ham hammasi noldan o'zimizdan. Mana bruslargacha ortdik. Bruslar, reka, strafila, mavrlar, terak. Ustamız Mirzo aka. Birdan borlar. Ketdik Payshanbega. Mana hozirgi holati obyektimizni tasvirlarga tushirib qo'yamiz. Hozir yuk mashina keldi, ana mahsulotdan olib keldik, kameradan ko'rayotgan bo'lsangiz. Yo'q, bilmayman aka nima keldi. Ana mashina nasab beramiz hozir. Mahsulotlar keldi. Ustolar ham keldimi? Ustolar shera. Ustolar shera o'zi bir martaga boshlaylar. Abet olib ketisizlarmi? Ha. Bo'ldi, gap yo'q. Shuni so'raga aytdim aka. Biza shera tom. Keyin aka, u shifrni oldinga chiqadi, olmishta. Olmishtami 80 tam chiqartirlaymi? Yuqoriga ko'tardik. Bo'ldi hozir. Mirzo aka, keling bu yoqqa. Ustaga beraman bitta gaplashing hozir. Mirzo aka. Bitta gaplashing. Meni egasizmi? Assalomu alaykum. Demak, qadrli obunachilar, biz Payshanbe qishlog'iga yetib keldik. Hoppa. Endi bu yerda hozir mahsulotlarimizni tushiramiz mana hozir. Ko'rishingiz mumkin. Akamiz kamera bilan bizga aloqaga chiqib turardilar. Bugun ishim o'tgan kamera. Mana terak, brus, mavrlar, reka, strafila. Tushiramiz. Xo'sh, ana endi tomning ustiga chiqishni normal bor ekan. Tomning ustiga chiqishga harakat qilamiz. Mana shu uyimizni polni chiroyli qilish shifr qilib beramiz, xudo xolasa. Kameradan qilib beroqa o'g'ilcha. O'sha o'g'ilchini sagina kirib chiqadi, tamom. Böyle taxlaymiz uni ikkalasini bitta qilib kelishib taxlaymiz. Yo'q, endi bu yerni naves qilsangiz agar takka qolib ketadi-ku. Naves. Ushurta qilamizmi? Yo'q, farqi yo'q. Men qanday desangiz qilamiz. Bilishni o'zingizga nima bo'ladi-da? Mana. Qadrli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu obyektimiz nol holati mana. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa filtrlarni ham o'zimiz berganmiz. Mana shu yerni chiroyli qilib hozir shifr qilib beramiz. Mirzo aka sheralar mana. Ochiq qoladi yer. Ochiq qoladi. 2 qavatga moslashtirilgan shu bino. Keyinchalik agar ikkinchi qavat ko'tarsalar zina joyi bu. Ochiq qoladi. Tunuka urib yopib beramiz. Agar sizlarga ham qurilish mahsulotlari kerak bo'lsa, beton hamda shifr uchun ishlatiladigan barcha yog'och mahsulotlari kerak bo'lsa, tortinmasdan bemalol Buildmax kompaniyasiga bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga yangi konteyner hamda yangi loyihalarni, qurilish obyektlarini ko'rsatishga davom etamiz. Barchaga omad tilaymiz. Bizni kuzatib boring. Ishimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang. Omad amaga.